Assalomu alaykum dadajon. Kim kavushimning orqasini bosib tayladi? Kim? Aya men deng. Men dadasi. Onun salonning salatini yaxshi ko'raman-da. Bo'lmasa Fırlatmasdan hiç. Çapırlamasdan ye ovqatni. Hop. İki qo'lda sindir nonni. Suyanmasdan o'tasan. Nogironmi bu? Tarbiya berishni bilmaysan, qishloqqa. Çapırlama kuchuk, çapırlama. O'qishdan nimaga to'r olding? Uxlab qopman. Almoshlar. Sen nima kundaligingni olib kelmading? Dadajon shuni stulchi ko'tarib kelibdi. Bor olib kel stolni. Yig'lama bo'ldi, yig'lama. Jilyappa. Qayda yuribsan? Bola yig'layib yotibdi-ku. Lalaka tagliklar olib keldim. Nima edi u? Bolaga taqsangiz mazza qilib yotadi. Hattoki taglik borligini ham sezmaydi. Qaydan olib kelding? O'zbekiston hamma magazinlarida bor. Hattoki o'zim marketdan zakaz qilsangiz ham bo'ladi. To'g'ri gapir, reklamachiga o'xshab gapirasan. Reklamasiga pul olganmisan? Yo'q. Tariqa ko'zimga ko'rinma, bolaga o'zim qarayman. Qarashni ham bilmaysan. Papalam, seni tasdiri yedim. Gelek dedikte, zojildi payom. Qaytada keldi? Tuya ko'rdilaringmi? O'la yer ko'rganimiz yo'q. Ochib qo'yma, muklasan! Tog'dan tushmas qor bo'ling dada.